Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar. Mana shu onlayn biznes haqida yana qisqacha to'xtalib o'tamiz. Kerakli tushunchalarni beramiz. Fuqarolarning miyasiga singib ketganicha tushuntirishga harakat qilamiz. Harakatdan to'xtamaymiz. Kim ishlasa baraka topkurlar, o'zi uchun o'zi ishlaydi. Bizga sizni pulingiz kerak emas. Pulingizga Xudoga shukr o'zimizni topayotgan pulimiz o'zimizga yetadi. Nima demoqchiman? Mana shu mavsumiy mana sezonli musofir yurtlarda borib ishlab kelasiz. Mana o'sha hamma qaytib kelyapti. O'sha noyabr, dekabr sovuq tushyapti. Musofir yurtlarda ham ishlab bo'lmaydi, o'sha sezon tugadi. Shuning uchun mana uyda o'tirgan, Muzrabot tumanida o'tirgan qo'shni davlatlarda farqi yo'q. Siz dunyoni qaysi nuqtasiga bo'lishingizdan qat'iy nazar qo'shilish huquqiga egasiz. Mana yon atrofimizdagi odamlar ishonmayapti. Mana shu telefon orqali tanishib, masalan Sirdaryo, Xorazm, Toshkent, Chirchiq, Ohangaron, nima deydi yana? Angren, yana Tojikiston, Kolxozobod shaharlardan hamkorlarimiz bor. O'zingiz bilasiz, xohish o'zingizda, ixtiyoriy, majburiy emas. Prosta aytyapman men. İşimizde yolg'oni yo'q. 200% javob. Mana hech kim o'zini ko'rsatib, video qilib, to'liq o'zi haqida ma'lumot berib, yolg'on narsaga hech kimni majbur qilmaydi. Yana ham aytib o'tyapman, ixtiyoriy qo'shilsangiz o'zingiz uchun o'zingiz daromad qilasiz. Mana kompaniyamizga 58 ta davlatdan 600 ming odam ishlayapti. Ahamiyat beramiz. 600 ming odam. Dunyoni qaysi nuqtasiga bo'lishingizdan qat'iy nazar qo'shilib pul ishlash huquqiga egasiz. Bitta belarusiyalik ayol 9 oyda o'sha $8100 stolga chiqdi. Juda aktiv ishlayapti mana. Kseniya Bykova ham bir kunda $450 pul ishlayapti. Kimga qiziq bo'lsa telefon raqamini aytib o'taman, hech qanday yolg'oni yo'q. Qayta takror aytyapman. Uyda o'tirgan ishsiz mana nima deydi, tambal odamlarga juda qulay keladi bizning ishimiz. Yana xafa bo'lmanglar. +99 8 99 775 11 81 telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Farqi yo'q, siz O'zbekistondanmi, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Ozarbayjon, Turkiya tilimiz tushunsangiz bo'ldi. Mana shu Amerikada yurgan o'zbeklar ham ko'rsa meni videomda bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xuddi chorniy kassada har qanday ishingizga xalaqit bermaydi. Telegramdan bir kunga 5 minut, 10 minut vaqt ajratasiz. Vaqtingiz bo'lganda bir haftada bir marta ham Telegramga kirib tursangiz, kerakli tushunchalarni berib boramiz. Akmal Jumayev barcha kanallarni kuzatib boramiz. Obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab, layklarni bosamiz. Sog'lik, omonlikda uchrashguncha xayr deb qolamiz. Kimda kimki onlayn biznesga qiziqish bildirsa, bemalol aloqaga chiqaverishlaringiz mumkin. Telegramda ovozli xabar qoldirsangiz ham vaqtim bo'lganda javob berishga harakat qilamiz. Olg'a omadimiz sinab ko'ramiz, lekin bir marta arzimagan $150 bilan kirasiz, $10 komissiya puli, 30-40 yil daromad olasiz. Daromadlarimiz 150, 300, 900, 2700, 8100, $30,000. Mana shu etib bitta kurik tugaydi, ikkinchi kurik boshlanadi, uchinchi kurik boshlanadi. Xudo xohlasa, umr bo'yi ishlab boy bo'lmagan odamlarni omadi, baxti mana shu yerdan deb o'ylayman. Kim harakat qilib tezroq qo'shilsa, tezroq daromadga chiqadi. Akmal Jumayev sizning xizmatingizda, sog' bo'linglar.